Hop, 9-savolimizga o'tadigan bo'lsak, quyidagi ikkita grafikda Toshkent shahrida joylashgan maktabni barcha 4A, 4B, 4C hamda 4D sinfi o'quvchi qiz bolalar va o'g'il bolalarning soni ko'rsatilgan ekan. Xo'p, endi jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu birinchi jadvalimizda qiz bolalar soni deyapti. Qiz bolalar soni, mana bu o'g'il bolalar soni deyapti. Ya'ni mana misol uchun A sinfdagi qiz bolalar sonini topmoqchi bo'lsam, A sinfda umumiy 8 ta qiz bola bor ekan deyman ekan jadval bo'yicha. B sinfda nechta qiz bolaligini topish uchun qarayman. B sinfda umumiy 12 ta qiz bola bor deyman ekan. Yoki o'g'il bolalar soni. A sinfda o'g'il bolalar nechta desa, A sinfda qarayman, 10 ta o'g'il bola bor va A sinfda 8 ta qiz bola bor. Umumiy o'quvchilar soni nechta bo'ladi desa, qizlardan 8 ta, o'g'il bolalardan 10 ta, ikkalasi qo'shilib umumiy 18 tani tashkil qilib turadi. Xo'p, endi A savolimizda aytayapti, eng ko'p o'g'il bolalar qaysi sinfda o'qiydi deyapti. Eng ko'p o'g'il bolalar degani uchun o'g'il bolalar jadvaliga qarayman bunga. O'g'il bolalar jadvaliga qaraganimda eng yuqorisi 12 ta turibdi. Va bu qaysi sinfda o'qiydi deyapti. Qaysi sinfda o'qiydi desa, mana shu nimaga to'g'ri kelayotganini topamiz. Mana bu D sinfga to'g'ri keladi. Ya'ni A savolda javobi D bo'ladi. Xo'p, B savolda A sinfdagi qiz bolalar soni deyapti. Mana A sinfdagi qiz bolalar soni 8 ta edi. D sinfdagi o'g'il bolalar sonidan deyapti. D sinfdagi o'g'il bolalar soni 12 ta edi. Mana 8 ta, 12 tadan nechta kam deyapti? 12 dan 8 zarb boradigan bo'lsa, 4 ta kam degan javob chiqadi bunda. C savolimizda B va D sinflaridagi o'g'il bolalarni birgalikdagi sonini toping deyapti. E'tibor berasizlar, faqat o'g'il bolalarni birgalikdagi deyapti, demak. B sinfda nechta o'g'il bola borligini topamiz. Mana B sinfda umumiy 8 ta o'g'il bola bor. Va D sinfdagi o'g'il bolalar sonini hozir topdik. Mana 12 ta chiqdi. Birgalikdagi soni desa, ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Umumiy 20 ta chiqadi. Xo'p. Endi D savolimizda shu maktabni barcha 4-sinfida nechta umumiy o'quvchi bor deyapti. Barcha degani uchun endi hammasini qo'shib chiqamiz, o'g'il bola, qiz bola. Mana misol uchun qizlar sonini topadigan bo'lsam, A sinfda 8 ta qiz, B sinfda 12 ta qiz, C sinfda 10 ta qiz va D sinfda 6 ta bola bor ekan, 6 ta. Xo'p, hammasini qo'shadigan bo'lsak, 20, 30, 36. 36 ta qiz bolalar bor ekan umumiy hamma sinflarda. Endi o'g'il bolalar soni nechta bo'ladi umumiy? A sinfda 10 ta o'g'il bola bor, 10 ta. B sinfda 8 ta o'g'il bola bor. Xo'p, C sinfda 10 ta o'g'il bola bor. D sinfda 12 ta o'g'il bola bor. Mana hammasini qo'shamiz. Demak, 10, 20, mana bilan 30, 40 bo'lar ekan. Demak, jami 40 ta o'g'il bola bor. 36 ta qiz bola bilan qo'shilib, umumiy hammasi bo'lib 76 ta o'g'il bola, qiz bola bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz 10-savol. Quyidagi grafiklarda do'konda sotilgan mevalarning narxi va ularning qancha miqdorda sotilgani haqida ma'lumotlar keltirilgan ekan. Mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, tepaga 1 kilogramm mevaning narxi 1000 so'mda deb qo'yibdi. Sotilgan mevalar miqdorini kilogramda deb qo'yibdi. Mana misol uchun gilos sotilibdi. 20 kilo. 20 kilo gilosga sotilibdi. Gilos narxi 3000 so'm ekan. 3 ga to'g'ri kelyapti gilos 3000 so'm. 1 kilosi 3000 so'mdan bo'lsa, 20 kilo gilos sotildi deyapti. Yoki mana bu uzumni qarasak, uzumimiz umumiy 6000 so'mdan sotilibdi. Ya'ni 1 kilogrammini 6000 so'mdan sotibmiz. Umumiy 5 kilo uzum sotilibdi. Demak, 6000 dan 5 kilo 30000 ga sotilgan uzum. Yoki shaftoli mana 10 kilo sotilibdi. Shaftolining 1 kilosi 5000 so'mdan. Olma 1 kilosi 2000 so'mdan 15 kilo sotilibdi. Sotuvchi gilos sotishdan qancha daromad qilgan deyapti. Hop, gilos sotishdan degan uchun faqat mana bu gilos topishimiz kerak ekan. Demak, gilos umumiy 20 kilo sotilgan. 1 kilosini 3000 so'mdan sotishgan. 3000 so'mdan sotishgan bo'lsa, 20 ni shu ko'paytirsam 60000 so'm bo'ladi. Sotuvchi gilos sotishdan qancha daromad qildi degan uchun 60000 deb qo'yamiz. Sababi ana jadval minglarda kelyapti. 60 deb qo'ysa xato bo'lib qoladi. Hop, B'sida sotuvchi shaftoli sotishdan qancha daromad qildi deyapti. Shaftolini qaraymiz. Mana shaftoli umumiy 10 kilo sotilgan va shaftolining har bir kilogrammi mana 5000 so'mdan to'g'ri kelgan. 5 ga ko'paytirsa 50000 so'm bo'ladi. Demak, 50000 ga shaftoli sotilgan ekan.
va 15 kilo og'irligida sotilgan mevani narxini toping deyapti. Endi 15 kilo sotilgani qaysi? 15 kilo sotilgani bizda mana bunga to'g'ri kelyapti mana. Bu jadvalni bu tomonga qaraydigan bo'lsam, bu olma ekan. 15 kilo olma sotilgan ekan. Xo'p, olmani 1 kilogramini 2000 so'mdan sotganim uchun 15 kilosi 30 ming so'm bo'ladi. 30 ming. Mana endi D savolda sotuvchi barcha mevalarni sotishdan qancha daromad oldi deyapti. Endi bularni hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, demak, gilosni 20 kilo sotgan, 1 kilosini 3 mingdan 60 mingga. Uzumni 5 kilo sotgan, mana uzum 5 kilo sotilgan. Uzum 1 kilosi 6 mingdan. 5 kilo 30 ming. Shaftoli 10 kilo sotilgan. Xo'p, 1 kilosini 5 mingdan. 50 ming shaftoli. Olma 15 kilo sotilgan, 1 kilosi mana olmani 2000 so'mdan 30 ming. Xo'p, 60 ming, 30 ming, 90 ming, 140 ming, mana bilan 170 mingga sotilgan ekan jami mevalar. Shuncha 170 ming daromad qildi deymiz. Mana, hop, keyingisi. 11-savolda quyidagi grafida sotiladigan nonlar soni va sotishdan olinadigan umumiy pul miqdori orasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan ekan. So'roq o'rniga mos sonni toping deyapti. Mana so'roq o'rniga mos sonni toping deyapti. Bu tomonga e'tibor beramiz. Birinchi jadvalda umumiy puli 1000 so'mda deyapti. Ya'ni 280 ming so'mga sotilgan nonlar soni 70 ga to'g'ri kelyapti. 280 mingga 70 ta non sotibmiz. Mana 280 mingga 70 ta non sotgan bo'lsak, 280 ni 70 ga bo'lsam, bitta non narxi chiqadi. 4 mingdan sotilgan ekan bitta non. 4 ming. Endi mana bitta 40 ta nonni qancha pulga sotasiz deyapti. Bittasi 4 mingdan bo'lsa, 40 tasi 40 kira 4 ming 160 ming bo'ladi. Bu mingni ham yozib qo'yish kerak. Sababi minglarda berilyapti. 160 ming deb turib yoki 3 ta nol yozib qo'ysa ham bo'ladi 160 ta orqasiga. Xo'p, 12-savolimizga o'tadigan bo'lsak, 12-savolimizda quyidagi berilgan grafikda sardorning ma'lum bir masofaga borishdagi va qaytishdagi tezligi hamda sarflagan vaqt orasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan ekan. So'roq o'rniga mos sonni toping deyapti. Mana tezlik ekan. Bu jadval tepaga qarab ketgani. Pastimizdagi vaqt ekan va bitta narsaga e'tibor berasizlar. Borishdagi va qaytishdagi deyapti. Mana misol uchun borishda 75 tezlik bilan 12 soat harakat qilgan bo'lsa, umumiy qancha masofa bosib o'tadi? Shuni topib olamiz. S barobar V ko'paytirib T. Xo'p, V tezligimiz 75 bo'lganda, ya'ni 1 soatda 75 dan harakat qilib, 12 soat harakat qiladigan bo'lsa, qancha bo'ladi? Shuni topib olamiz ekan. 75 12. Xo'p, mana bu 5 7 bo'ladi. 0 10 900 kilometrda bosib o'tar ekan. Ya'ni faqat boradigan bo'lsa 900 kilometr masofani bosib o'tish kerak ekan. Endi borishdagi va qaytishdagi masofalar o'zaro teng bo'ladi, chunki ma'lum bir masofaga boryapti va o'sha masofaga qaytyapti. 900 kilometr masofaga borgan bo'lsa, ikkinchi qaytish holatida bu 10 soatda qancha tezlik bilan qaytganini so'rayapti. Demak, tezlikni so'ragani uchun tezlikni yozamiz. V barobar S bo'lu T deymiz. Va qaytishdagi masofasi ham, borishdagi masofasi ham teng bo'lgani uchun mana bu 900 ni bo'lib qo'yamiz. Vaqtimiz, qaytishdagi vaqti 10 soatda qaytibdi. 10 soatda qaytgan bo'lsa 900 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsa 90 kilometr taqsim soat chiqadi. Bu degani 1 soatda 90 kilometrdan yurib, 10 soatda mana shu 900 masofaga qaytib kelgan bo'ladi.